Bolani ruhiy sog'lom qilib katta qilmoqchi bo'lsangiz, unga 5 ta narsani taqiqlash umuman mumkin emas. Birinchisi bu ovqatini oxirigacha yemasligi. Ya'ni oxirigacha yemayaptimi, demak bu to'ydi bu bola. Uni tinch qo'yish kerak. Shart emas uni oxirigacha yeyishi. Ikkinchisi bu o'zini negativ emotsiyalarni chiqarish. Jahl bo'ladimi bu, g'azab bo'ladimi, xafa bo'lishimi? Hozir negativ emotsiyalarni qanday hazm qilishni o'rgatsak, ana o'shanda u to'g'ri oyoqqa turib ketadi. Uchinchisi bu qo'rqishni taqiqlash kerak emas. Qo'rquv aslida bu norma. O'g'il bola bo'ladimi, yosh katta farzandingiz bo'ladimi, hattoki biz o'zimiz ham ba'zida qo'rqishimiz bu tabiiy hol. To'rtinchisi bu o'zini o'yinchoqlari bilan bo'lishmaslik, ya'ni bu ham norma. Ba'zi vaziyatlarda bola hali o'zi bu o'yinchoqga to'ymadi va boshqalarga berishga kayfiyati to'g'ri kelmayapti. Va yana bitta muhim bolaga taqiqlash mumkin bo'lmagan narsa bu maktabgacha bo'lgan davrda kir o'yinlarni o'ynashga bolaga taqiqlash mumkin emas. Bu